Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatli Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. O'sh shahrining sharoiti yo'q avtobekati 3 yil avval foydalanishga topshirilgan avtobekatda qulayliklar yo'qligi sababli aholining noroziligi ortdi. Batkanda o'rik pishib sotuvga chiqarildi, biroq bu yilgi narxdan bog'bonlarning ko'ngli to'lmadi. Yong'inga qarshi kurashish xizmati tashkil qilinganiga 92 yil bo'ldi. Suzoqda 30 yoshli yigit yangi traktor yasadi. Qishloq yashovchilarining ishini osonlashtirgan texnikaning qanday imkoniyatlari bor? Yaponiyada kuchli zilzila sodir bo'ldi. Tabiiy ofat natijasida halok bo'lganlar ham bor. O'shdagi avtobekatning sharoitlari nochor. Bundan 3 yil avval qayta ishga tushgani bilan to'liq ta'mirdan chiqarilmagan. Natijada yo'lovchilar yog'ingarchilik vaqtida panaroq joy izlashsa, yozda esa salqin joy qidirishadi. Haydovchilar uchun tuzilgan sharoitlar ham quvonarli emas. O'yilib chang to'zg'igan yo'llar avtomashina harakatiga to'sqinlik qilmoqda. Avtobekat holati bilan hamkasbim tanishtiradi. Bu O'shdagi tumanlar va oblastlar aro qatnovlarini birlashtirgan avtobekat. Umumiy maydoni 4 gektar yerni egallab, 1,5 mingta kichik avtobuslar, 4 mingdan ortiq turli yengil avtomashinalar kirib chiqadi. Shu sababli yo'lovchilar soni ham ko'p. Biroq ular uchun yetarli sharoitlar yaratilmagan. Aeroportga borganda, bozorga borganda shu yerdan kelib boramiz. Biroq shart yo'q hech qanday. Shahar bo'lgandan keyin shart bo'lish kerak. Bir mehmondor kelsa-da uyatda. Bir yerga o'tirib bir choy ichaylik dedik. Bir tamoq qilaylik desek daha yo'q ekan. O'tirish joylari yo'qmadi. O'tirish joylari yo'q ekan. Bunda skameyka boshqa bu degan desa, ular ekanda. Avtobekatga kirish bilan avtomashinalarni tartibsiz joylashganini ko'rish mumkin. Yo'lovchilarni tashigan kirakashlar to'g'ri kelgan yerga to'xtab olishadi. Shu sababli yo'lovchilarni tushirib chiqarishda ham muammolar yaraladi. Avtobekatdagi yo'llar holati ham talabga javob bermaydi. Qayta foydalanishga topshirilgandan beri ham ta'mirlash ishlari olib borilmagan. Chuqurlarga asfalt yotqizilgani bilan yaxshi tekislanmagan. Yo'lovchi tashigan avtomashina haydovchilari yo'llar yaxshilanadi degan so'zlarga ishongan. Bekatni ko'chirish vaqtida shahar hukumatı rivojlanadi deya va'da bergan. Oradan 3 yil o'tsa ham sezilarli o'zgarishlar bo'lmagan. Haydovchilar esa har bir qatnovi uchun 20 so'mdan to'lashini aytishmoqda. Bu pullar qayerga ketyapti degan haqli savol tug'iladi. Oncha-muncha qana urush talash 30 so'm tashab ketpesang, mana Qizilqani shopurlaridan so'rag'ila, bo'laklardan so'rab ko'rgili. Atak 50 so'm berasing deydi. O arqandan quvib yurib boradi arqandan. 20 so'm kunda berasiz. Bu yerda bir oshpazda bir 200 ga yaqin mashina bor bu yerda-chi. O'shuncha hisoblasangiz qancha ақша bo'ladi? O'shani joylab bunday asfalt bosib qo'ysa bo'ladi yerga. Men 6 dan 50 ga o'tganda Qizilqadan chiqaman, qarang'ida chiqaman. Qarang'ida. Birinchi reysi o'z. Kelib o'shol boydan 2 da qo'yaman bu yerga. 2 gacha men boshimga to'yma isti ko'tat. Chiqayin desam, bu mashinaga ko'lakka yo'q. Qayerdan nima qilaman men? Shunday narsalar bo'lib o'tadi. Endi buna 3 yil 4 yil bo'lib qoldi, kishini shart to'nglash kerak-da kishini. Qata. Bekat rahbariyatining so'zlariga ko'ra, haydovchilarning pullari kichik qurilishlar uchun va 30 nafarga yaqin xodimga maosh qatori to'lanmoqda. Avtobekat o'zini o'zi ta'minlash tizimida. Shu sababli qolgan ishlar g'aznadan pul ajratilmasa bitmasligini ta'kidlashmoqda. Joriy yili yo'llarni ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan. Xarajat bo'lsa, filialning o'zining direksiyasidan, mana bizning bu yoqdagi negizgi ishdan boshqa ishdan shu tushgan direksiyasini cheklab bo'lsa, hozir men aytgan remont ishlarni smeta tuzish yurib, parallelda asfalt o'rtamidagi filasi yurib. Qurilishlardan mablag' masalasi muammo bo'lmaydi deya ishontirishmoqda. Aniqroq aytadigan bo'lsak, yig'ilgan pullarni hisoblash palatasi muntazam tekshirib turadi. Biror muammo aniqlansa, darrov chora ko'riladi. Bobur Tojiboyev, Nurjamol Barg'ibayeva, Azam Buzurikov, Intomoq. Batkanda o'rik pishib eksportga chiqa boshladi. Mahalliy yashovchilar oq o'rik deb nomlagan navi boshqa o'riklarga nisbatan 1 oy erta pishib 10 kun avval terila boshlagan. Hozirda Rossiya va Qozog'istonga eksport qilingani bilan har yilgidan 2 marta arzon sotilmoqda. Buning sababi nimada? Navbatdagi lavhada bilib olasiz.
Daniyar Sobirovning hovlisida 20 yillik 70 tup o'rik daraxti bor. Undan yiliga 6,7 tonnaga yaqin hosil oladi. Bu yil ham o'rik hosilini bozorga olib chiqishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Biroq har yiliga nisbatan narxi 2 barobar arzon bo'lgani uchun mehnatimizni oqlamayapti deydi bog'bon. Ronna 3000 ekan, 50 so'm jungdan o'tib berasan. Rozisan? Davay, xo'p. Bu yilgi tushum men 2 tonna o'rik oldim. Былтыргынын жарымы emas. Anan içi arzon bo'ldi. Şu O'zbekiston javob bo'lganda qayta bizga yaxshi bo'ladi. Klient kelmaydi, O'zbekistonda ko'p ekan, O'zbekistondagi arzon ekan. Shunday bizning ishimiz bu yil yaxshi bo'lmadi. O'rikning bu navi boshqalarga nisbatan bir hafta erta pishadi. Ayni vaqtda xususiy tadbirkorlar dehqonlardan o'rik sotib olishib, Rossiya va Qozog'istonga eksport qilishmoqda. O'zbekistondagi o'riklar erta pishib yetilgani uchun bizga eksport qilinmoqda va buning natijasida narx tushmoqda deydi dehqonlar. Chegaralar ochiq bo'lgani uchun bundan bir oy avval o'rikning mazkur navi 20 so'mdan davlatimizga kira boshlagan. O'zbekiston, Tojikistondan ko'p chiqib o'tadi o'riklar. O'shaga bosi arzon bo'ladi. Mana bu yilda 50 so'm, 40 so'm oladilar, bu yil 20 so'm, 25 so'm bo'ladi. Qozog'iston, Bishkek o'sha joyga ketadi. Mana oilalardan har bir uyga kirib olib o'tadi. O'zlari olib kelib berishadi. Tumanda yiliga 2000 tonna oq o'rik yetishtirilib, uning 99% tashqariga eksport qilinadi. O'zbekistonda yetishtirilgan mevalar Qirg'izistonga o'tkazilgani uchun mahalliy dehqonlar orasida raqobat kuchli bo'lib, yog'ingarchilik sababli hosil terilmay, oq o'rikni xaridorlari yo'q hisobida. Bulturi qiymat edi-da. Bulturi 65 dan 60 dan oldi-da. Bulturi bizniki mana bo'lgan emas. Jeganga zo'rqa bo'ldi. Bir yil ko'p deb o'tirsa arzon bo'ldi. Hech kim olmay yotadi. Buni ham tandab olib o'tadi shol. Tumanda 7000 gektar o'rik bog'i bo'lsa, uning 3000 gektari yangi ko'chatlarni tashkil etadi. Joriy yili o'rikdan 23000 tonnaga yaqin hosil olinishi kutilmoqda. Oblast bo'yicha 60000 tonna o'rik yetishtirilsa, uning 10000 tonnasi oq o'rik navidir. Davlat bojxona xizmati O'zbekistondan olib kelinayotgan kundalik ehtiyoj mollarini qo'lga oldi. Bu haqda mazkur xizmatdan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, bojxona xizmati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining bojxona hududiga tovarlarni va transport vositalarini noqonuniy olib kirish faktlarini aniqlash va taqiqlash bo'yicha tezkor ishlarni olib bormoqda. Buning natijasida O'sh shahrida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan umumiy og'irligi 1654 kilogramni tashkil qilgan kundalik ehtiyoj mollari qo'lga olingan. Tovarlarning o'rtacha bozor bahosi 804.250 so'mni tashkil qiladi. To'xtatilgan material O'sh oblast prokuraturasiga o'tkazib berildi. 15-iyun yong'inga qarshi kurashish xodimlarining kasb bayrami 1926-yilning 15-iyun kuni 1-marta Qirg'iziston hududida o't o'chiruvchi jamoa tashkil qilingan. Inson umrining xavfsizligini ta'minlashda o't o'chirish xodimlarining o'rni katta. Mazkur sana munosabati bilan bugun O'sh shahar yong'inga qarshi kurashish xodimlari orasida sport musobaqasi tashkil qilindi. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. O'sh shahrida yong'inga qarshi kurash xizmati xodimlari 6 guruhga bo'linib, sportning 8 ta turi bo'yicha do'stlik musobaqalarini o'tkazishdi. Unga poytaxtdan kelgan 50 nafarga yaqin xodimlar qatnashdi. Өртке qarshi xizmatining 92 yilligina jana O'zgocha qirg'oqlar ministrligining 27 yilligina arналган sportlik ish-chora bo'lib o'tdi. Birinchi ilmiy shati turi bo'yicha, 3000 shati turi bo'yicha, qutqaruv bo'yicha, voleybol, futbol, tennis, shaxmat turi bo'yicha bellashuv o'tkaziladi. Sportning mazkur turi ularning kasbiy faoliyatida ham asqotadi. Ular haftada 2 marta sport bilan shug'ullanib turishadi. Bir nedelada 2 jolu fiziki podgotовка bo'ladi. Askeri xizmatkeri bo'lganına байланыштуу денсаулыгын чындоо максатында өзгөчө кырдаал болуп кетсе, өт коопсуздугу болуп кетсе, ошо менен күрөшүүгө дени чын, deni taza xizmatkerler bo'lish kerak da. Kasbiy bayram munosabati bilan yong'inga qarshi kurashish xizmatida mehnat qilgan faxriylar ishtirok etishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, sobiq ittifoq davridan beri mashinalar va kiyimlar yangilanmagan. Moddiy texnik bazani mustahkamlash masalasi eng asosiy masalalardan biridir. Keyin Soyuz tarqab o'zicha mamlakat bo'lib boshlaganimizda shu problema bizga qila ko'tarilib ketdi. Go'yincha ayriqcha mana shu uchurlarda bugungi kunda pena degan bor. Atayin ko'vuk. Bu ko'vuk bizga go'yincha mana güyüchü maylarda o'chirgan yerda, elektr energiyalarini o'chirgan yerlarda o'ta foydali, mazutlarda o'chirgan yerda o'ta kerakli narsa. Bugungi kunda men o'shani tartishligini bilib turaman.
Shu bilan birga yong'inni oldini olish inspeksiyasini yong'inga qarshi xizmati bilan birlashtirish kerakligini aytishmoqda. Xavfsizlikni oldini olish Ekotech inspeksiyasi tarkibiga kirib qolgani uchun ishga mas'uliyatsizlik avj olib ketgan. Bizning mamlakatimiz keyinroq örtke qarshi xizmatining o'tgan ko'zömölde inspeksiyasini bunun kuramından bölüp koydu da, bizning kuramından bölüp koydu. Bu öte to'g'ri emas mamile olup kaldı. Hozirgi kunda oşol kuramды qayradan örtke qarshi xizmatına alып kelip qo'shish kerak. Bizning mezgilimizde, misal uchun mamlaketlik o'tgan ko'zömölde inspeksiyasi jana ört o'chirүү kuramı birge bo'lgandagi biz oşol örttün baştalışından bütününe çeyin жооп bergenmiz. Joriy yili O'sh shahrida 63 ta yong'in halokati ro'yxatga olinib, 5 millionga yaqin zararga sabab bo'lgan. Bu o'tgan yilga solishtirganda ancha oz. Shu bilan birga 10 mingga yaqin yashovchilar orasida yong'inni oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilgan. Bobur Tojiboyev, Chinarbek Alibekov, Qimmatbek Abdusamat o'g'li, Intimom. Bishkek shahrining sobiq meri Qubanishbek Qulmatovga yana bir jinoiy ish qo'zg'aldi. Bu bugun Bishkek shahar sudida Qubanishbek Qulmatovning himoya chorasi ko'rilgan vaqtda ma'lum bo'ldi. Davlat ayblovchisining aytishicha, jinoiy ish Jinoyat va jazo kodeksining 350-346-moddalari hujjatlarni, davlat mukofotlarini, shtamplarni, muhrlarni, blanklarni qo'lda tayyorlash, sotish yoki ularni qalbakilashtirishda foydalanish bo'yicha 14-iyunda ish qo'zg'algan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi bu ma'lumotni tasdiqlab, batafsil ma'lumot berishlarini bildirdi. Qubanishbek Qulmatovning advokati Sergey Slesarev yangi ochilgan jinoiy ish haqida ma'lumoti yo'qligini aytgan. Eslatib o'tsak, Bishkek shahar sudi Qubanishbek Qulmatovning himoya chorasini ko'rib chiqib, uni 28-iyungacha qamoqda qoldirishi haqidagi rayon sudining qarorini kuchida qoldirgan edi. Bosh prokuratura rejali tekshiruv reyestrini joriy qiladi. Bu haqda Bosh prokuratura vakili Zalqar Aqnazarovning biznes vakillar bilan bo'lgan uchrashuvida ma'lum bo'ldi. Uning aytishicha, tekshiruvning umumiy reyestrini kiritish tadbirkorlarning oldindan tayyorlanishiga sharoit yaratadi. Bundan tashqari Bosh prokuraturaning saytida tadbirkorlar huquqini himoya qilish bo'limi ishlamoqda. Unda har bir fuqaro bosh prokurorga savollarni qoldira oladi. Axsi rayonining Uchqo'rg'on qishloq hududiga bu vaqtgacha zarur bo'layotgan yuk ortuvchi mashina olindi. Zamonaviy texnika Aris loyihasi orqali 3,5 million so'mga sotib olingan. Uning 75% grant asosida bo'lsa, qolgani mahalliy g'aznadan olingan. Hudud yetakchisi bildirishicha, bu texnika yaylov qo'mitasiga topshirilgan. Sababi bu vaqtgacha yaylovlarga yo'l ochishda ular qiynalishgan. Bundan tashqari u birgina yaylov uchun emas, zarur vaqtlarda ichki yo'llarni tozalash kabi qishloqdagi ishlar foydalaniladi. Ta'kidlab o'tsak, mazkur loyiha asosida o'lkaning janubidagi 29 qishloq hududiga mana shunday texnikalar berilgan. Buni endi bizning ichki ayılda janday sel olib kelgan yerlerdi, dambalardi, shag'al tashish bo'yicha, ichki yo'llarga shag'al tashish bo'yicha eng kerakli texnika ekanda ular. Tender jariyalab, tender orqali olib kelishdi biz texnikalarni. Soatına 5 ming misol ishlatadi. Bir gredli işletseng, jo'q deganda 50 ming 60 ming olib ketadi bir kunda. Suzoq rayonining Aqto'q qishlog'ida kichik traktor yasaldi. Uni 30 yoshdagi qishloq yashovchisi o'ylab topgan. Traktorni yasash uchun 1 oy vaqt ketgan. Ixtironing o'zi kichik bo'lgani bilan yirik texnikalar bajara olmagan ishlarni bajaradi. Uning afzalligi ham mana shunda. Bu vaqtgacha hovlilarga katta traktorlar kira olmay yerni haydash qiyin bo'lgan. Endi qishloqda bu muammo hal bo'ldi. To'lagan Jalilovni ham qishloqlar yosh usta qatori yaxshi tanishadi. Uning qo'li bilan yasalgan xo'jalik buyumlarini aholi foydalanib keladi. Bu safar yasagan kichik traktori boshqa ishlardan farqlanadi. Ыңгайлуу кичине жерден бурулуп кеткени, жерди тебелебейт. Ыңгайлуу кичине жерлерден буруласын. Чоң тракторлор кирет, тебелеп коет. Nima o'shoga kichinakay qilib jasadim. To'laganning so'zlariga ko'ra, traktor ehtiyoj qismlari 4 avtomashinaga tegishli. Dvigateli bilan akkumulyatornigina yangi olgan. Qolganlari eski mashinalardan chiqqan. Shuning uchun qancha xarajat ketganini ham hisoblab ko'rmadi. Motor dizelniy. Kapotini ochib ko'rsatayin. Bo'lgani motorini gana oldim buning, akkumulyatori bilan. Qolgan shaymonlarini olmadim. Bu jam bit satып алып, Жигулинин коробкасы, Мош Жигулиники, дискалар болсо, УАЗдын дискалары. Ортосундагысы диска Жигулиники кесип жасап
cho'g'itdim. Ustaning mehnatini ham qishloqlari yuqori baholashadi, chunki mazkur texnika yordamida hovlilardagi ekinlarni haydab, o'tini o'rib, hatto kichik narsalarni tashishning ham imkoniyati mavjud. Faqat ustaning bundan keyingi faoliyatini ko'tarish uchun sharoit yaratib berish zarur deydi qishloqdoshlari. Shuningdek, shunday yoshlarimizni qo'llab, mamlakat qo'lday turgan bo'lsa, mana ko'pchilik ayoldagilarniki barliq ulushlarni olganda cho'ng jeri yo'q. Shunday mina traktorlar o'ta o'ng'ayli bo'ladi ekan. O'shalarni mana qo'ldasa, bizning yoshlarimizdagi aydan ketmay migratsiya masalasi ham chechilib, aydan turmushdan bundan da yaxshiroq. Yuqorida aytib o'tilgan kichik traktor hozircha bitta. Ustaning ta'kidlashicha, bu kabi texnikadan oy sayin bittadan yasaganda ham yiliga kamida 10 ta tayyorlasa bo'ladi. Ammo masalaning hammasi mablag'ga borib taqalmoqda. 7 ta ot kuchiga teng bo'lgan kichik traktorni sotib olishni istaganlar ham ko'p, ammo to'lagan uni sotishdan bosh tortgan. Agar homiylar chiqib mablag' jihatdan yordam qilsa, boshqalarga ham mana shunday texnika yasab berishini aytdi. Umida Mirzabayeva, Qabulbek Ko'chkonbayev, Shoir Zairbek o'g'li, Intimaq, Jallobod shahri. Bugun sizlar uchun tayyorlangan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumot kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin, xayr omon bo'ling.